Assalomu alaykum, Denaroma YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan bugun biz atir sepishdagi eng foydali bo'lgan ma'lumotlarni gaplashamiz. Chunki bugun biz atirni qanday, qayerga sepish haqida sizlarga o'rgatamiz. Demak, tayyor bo'lsalaringiz, sahifamizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz boshladik. Xo'p, demak sizlar bilan birinchi atirni qayerlarga sepish haqida gaplashamiz. Birinchi terilar, ya'ni impuls tochkalarga sepish haqida gaplashamiz. Bu yerlar qayer? Ya'ni bilaklarimiz, quloq osti, ya'ni bo'yinlarga sepish tavsiya etiladi. Nima sababidan? Bu tochkalarga sepishlikda atirda sizni teringizga mos ochilishini ta'minlab beradi va qaynoq tochka bo'lganligidan bu yerlarda atirning yaxshi taralishiga yordam beradi. Ikkinchi sepadigan tochkalarimiz qayerlar? Kiyimimiz, soqolimiz yoki sochimizga sepish mumkin bo'ladi. Nimaga aynan soch, soqol, kiyimga? Bu tochkalarda, ya'ni kiyimda, soqolda, sochda atirimizni uzoqroq saqlanishini ta'minlab beradi. Xo'p, demak, qaysi tochkalarga atirni sepishni bildik. Endi atirni qanday to'g'ri sepish bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, atir tanlayotgan paytda biz tavsiya beramiz teriga sepib tanlashlik. Bu nima uchun? Sepib tanlashlik paytida ham masofani saqlash обязательно kerak, ya'ni 10-15-20 cm masofadan teriga sepilsa, terida atirni tezroq singishi va sizni teringizga mos ochilishini ta'minlab beradi. Bu atirni to'g'ri tanlashda yordam beradi. Tanlab bo'ldingiz atirni, tanlab bo'lganingizdan keyin doimiy foydalanish paytida teriga yaqinroqdan sepsangiz ham bo'ladi. Bu teriga ko'proq sepilib, ya'ni uzoqroq muddat saqlanishiga qisman bo'lsa ham yordam beradi. Keyin kiyimga sepishlikda tanlayotgan paytda biz tavsiya bermaymiz odatda. Sababi teriga sepilgan bilan kiyimga sepilganda iforlar bir xil taralmaydi. Ya'ni teringizda sizga mos taralib beradi, kiyimda unday emas. Kiyimga sepish paytida esa tavsiya beramiz 30-35 cm masofadan sepishlik. Nima uchun? Ayrimlarda kuzatamiz, yaqindan sepadi. Bu kiyimni dog' bo'lishiga sabab bo'ladi. Uzoqroqdan seping. Shunda eng bu to'g'ri atir sepish yo'nalishlaridan biri bo'ladi. Yana bir atir sepish uslubi bor, lekin ommalashmagan. Bu qanday uslub desa, bir qaraganda kulgili tuyulishi mumkin, lekin mana bunday havoga sepib turib, tagidan yurib o'tishlik bo'ladi. Bunaqa sepishni biz qachon tavsiya beramiz? Deylik, bir joyga zaruratan yumush bilan boryapsizda, atir sepish xayoldan ko'tarildi. Lekin u joyga noxush hid bilan kirishlik ham albatta noqulay. Atirda yoningizda bo'lgan, misol yoningizda bo'lsa atir, olib havoga sepib kirishlikda atirni tezroq ochilishiga yordam beradi. Bu sizga, ya'ni noqulay bo'lmaydi, diskomfort bo'lmaydi, ya'ni o'zingizga singan atir bilan kirishlikka yordam beradi. Bu ham bir hali ommalashmagan, lekin foydali usullardan biri sanaladi. Sizlar uchun bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.